Salom do'stlar, bizga bugun 275 ga 45 R20 balonchamiz kelgan. Akamiz balonni baribir urib yirtib qo'yganlar. 4 ta barmoq bemalol kirib chiqadi. Shu balonchamizni hozir ideal holatda taxlab beramiz. Balonchamizni pechkaga qo'yib oldik. 70 daqiqada tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgandan keyin diskaga bosib ko'rsatamiz. 20 lik balonimiz tayyor bo'ldi. Yirtilgan joylari ideal holatda chiqqan. Shika holatlari yo'q. Kimda shunaqa qismatlar kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Aloqaga chiqavering.